Biz hozir Buxoro viloyati Romitan tumani Marziya hududidagi cho'l zonasida Muhsin fermer xo'jaligida 15 gektarlik paxta dalasi maydonida turibmiz. Bu fermer xo'jaligimiz chigit ekishdan boshlab defoliatsiyagacha bizni preparatlar bilan birgalikda ishlab kelganmiz. Qo'shni fermerlardan ancha o'zgarishi yaxshi, ko'saklari yeri katta. Shuni boshqa fermerlarga ham shuni taklif qilyapmiz. Natijasi yomon emas, zo'r haqiqatan ham. Paxta ko'chatini daladan oldik. Ildiz sistemasi yaxshi ishlagan. Hozir ham yaxshi ishlayapti, yaxshi holatda. Bu ildiz sistemasini yaxshi ishlash uchun chigitni Ifoset preparati bilan doritlab ekkanmiz. Yerdan yaxshi unib chiqqan va vegetatsiya jarayonida ildizga umuman zarar tegmagan. Qo'yish, mana yuqoriga keladigan bo'lsak, bu ko'chatimizda 14 ta bo'liq paxta ochilgan. Hozir mana tepa qismida qolgan ko'rakni defoliatsiyadan keyin ochiladi. Hozir bu defoliatsiya qilinmagan holatdagi ko'chatimiz. Bu vegetatsiya davrida bunga bir necha bor o'zimiz suspenziyalardan oziqlantirganmiz bargdan. Bo'yni regrovka qilish uchun entajan preparatimizdan ishlatganmiz. Foda birgalikda yetishtiramiz.